Har bir xonadonda qo'yilishi zarur bo'lgan kommutasion qurilmalar. Bular oddiy ikki qutbli avtomat, kuchlanish relesi va dif avtomat yoki uzo. Bizda avtomatimiz tarmoqdagi, o'tkazgichdagi qisqa tutashuv va o'ta yuklama toklar natijasida kabellarda vujudga kelishi mumkin bo'lgan yong'inni oldini olsa, bizdagi o'rtada turgan kuchlanish relesi yuqori kuchlanish yoki past kuchlanish natijasida elektr jihozlarimizdagi kuyib qolishini oldini olish uchun himoya qiladi. Masalan, bu elektr lampochka, televizor, xolodilnik va hokazo uy jihozlari. Sababi odatda ularda kuchlanish past yoki ko'payishi natijasida u normal holatdan chiqqanligi sababli kuyib qolishiga sababchi bo'ladi. Undan keyingisi esa bizda masalan dif avtomat bo'lishi mumkin yoki uzo. Dif avtomat uzodan farqi, dif avtomat o'ta yuklama va qisqa tutashuv tokiga ham o'chadi. Faqat mana bu dif avtomat yuqori kuchlanishdan himoyasi borligi uchun odatda kuchlanish relesidan yuqori kuchlanishdan himoyasidan chiqqanda bu qo'shimcha himoya bo'lib qoladi. Endi dif avtomat va uzolardagi asosiy bir-biriga o'xshashlik bo'lgan bog'liq holatiga joyi bu tok o'techka, ya'ni sizish toki. Ya'ni bu kabellar yorilishi, izolyatsiyasi buzilishi, unga shikast yetishi yoki tenlarda u duxovka, suv isitgich bo'ladimi, elektr choynak. Shunday korpus metaldan bo'lgan elektr qurilmalarda tok urish xavfi vujudga keladigan holatda tokning yerga ortiqcha isrof orqali elektr hisoblagichilarimizda bu moddiy tomondan zarar kelishi mumkin. Ya'ni tok sarflanish hisobiga biz ishlatmasak ham ortiqcha isrof bo'ladi va bunga qo'shimcha pul to'lash kerak bo'ladi. Shu sababli ya'ni elektr tokidan tok urib, jarohat olib, shikastlanishi mumkin bo'lgan holatlardan himoya uchun bizda uzo va albatta dif avtomatlar bo'lgani ma'qul. Albatta zazimlini bo'lsa yana ham yaxshi. Yana mana bizda bir qutbli avtomatlar bilan har bir iste'molchimizga borgan liniyani alohida himoyalasak, yana ham bu ma'qul bo'lardi. Savollar bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat.